BTS meni tug'ilgan kunimga kela oladimi? Kechiring, biz juda bandmiz. Men cho'chqaman. Oink oink. Tomorrow by together. What is that? Meni davolanish vaqtim. Bu so'z o'yin. Sen tinchlikni topmoqchi bo'lganingda o'ylar o'yini. Men borganimda do'konga meni muxlislarim, bu juda chiroyli yigit. O'zining kulgili rasmlarini bizga jo'natadi. Kulgili rasmlar. Wow. Shuga sayohatlarda ovqat pishiradi. Dam olish, shuga pishirish. Ho'sokyon bizga sovg'a olib beradi. 사줍니다. Jayhawk pullar. Boy. Ayni maytdagi qaysi lirika seni yoqtirganing? BTS totuvlikda yashaydilarmi? Yo'q. Biz juda ham yo'q. Bu faqat biznes. Ijtimoiy masofamiz, bro. Ijtimoiy masofani bilasanmi? Frustrated. Kamera qayerda? Salom, mening ismim Jin va men Worldwide Handsomeman, bilasiz. Menda o'ylamoq yo'q. Senda xayollar yo'q. Rangi o'zgaradigan sho'rva. And you? Va sen hech qanday darslar olmayapsan. Netflix suv bilan sariyog' eng zo'ri. I am disgusted. Men bo'yimni yaxshi ko'raman. BTS mashhurmi? Ha, juda mashhur. Singan qulog'im. Go'zal qo'shiqlar. Yo'q. Bu rostdan ham chiroyli. Yo'q. BTSni taniysizmi? Brad Pitt. Men uni yuzini bilaman, lekin ismini bilmayman. Men filmni bilaman, lekin nomini bilmayman. Mening yaxshi ko'rgan hayvonim brachiozavr. Mening yoqtirgan hayvonim bu Yo'q. Ha, zebra. Chimimbra. Ha. Yo'q, biz yomon bolalar. Ha, men yomon bolaman.